Assalomu alaykum. Bu darsimizda komandная strokani ko'rib chiqamiz. Demak, komandная stroka nima kerak? O'z ismi bilan ham ma'lum, komanda, ya'ni bizlar bergan buyruqlarni bajarish uchun kerak. Komandная stroka mana bu har qanday avtokadni настройкалari yoki komandalarni bu yerga bosmasdan turib qilish imkoniyatini beradi. Savol tug'ilishi mumkin, komandная stroka nima kerak? Chunki bu yerda hammasi bor. Shunday ustiga bosib komandani bajarsak bo'ladi. Buning javobi shunday bo'ladiki, misol uchun siz boshqa joyda turibsiz. Misol uchun sizga krug chizish kerak. Buning uchun oddiy krugning bo'sh harflarini yozsangiz kifoya. Misol sizga hozir krug chizish kerak. Bu yerda esa bizlar krug yo'q. Tezda krug chizishning eng oson yo'li komandный strokaga K harfini yozib, probelni bosamiz hamda krug chizishni boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, krug chizishning eng oson yo'li komandный stroka orqali qilishdan iborat bo'ladi. Bundan tashqari, bizlar glavniyada turgan taqdirimizda ham mishkamizni krugga olib kelib chizishdan ko'ra, shunda chap qo'limiz klaviaturada har doim turadi avtokad bilan ishlayotgan paytda. Shuning uchun K tugmasini bosib, probelni bosish buni tezroq darajada amalga oshiradi. Misol uchun, krug chizmoqchiman. Taxminan 2 sekund vaqtim ketdi. Endi yana bir burch chizmoqchi bo'lsam, shunchaki K ni bosib, probelni bosaman hamda chizaman. Bu sizni vaqtingizni ancha tejaydi. Instrumentlarni chaqirish bilan birgalikda komandная stroka primitivlarning sub opsiyalari bilan ham ishlaydi. Misol uchun, men kvadratni belgilayman, to'g'ri to'rtburchakni. Ko'rib turganingizdek, mana bu pastida sub opsiyalar paydo bo'ladi. Ana shu yerda men sub opsiyalarning настройкалаrini qo'yib chizishni davom ettirishim mumkin. To'g'ri to'rtburchakni belgiladim. Endi faskani belgilayman. Bu to'g'ri to'rtburchakning qirralaridagi, hozir ko'rasiz, misol uchun 5 deb belgilayman. Bitta tomonni, ikkinchi tomonni ham 5 hamda bitta nuqtaga chizaman. Ko'rib turganingizdek, chetki qismlarida mana bunday qiyalik hosil bo'ldi. Ana shu kvadratimizning sub opsiyasi hisoblanadi. Bundan keyin yana bir sub opsiya paydo bo'ldi. Bizlar to'g'ri to'rtburchakning maydonini berishimiz mumkin. Avtomatik tarzda o'zi chizadi yoki ikki tomonlama razmerini berishimiz ham mumkin. Buning uchun razmerini belgilayman hamda 20, 50, bir tomoni 50 bo'lsin, ikkinchi tomoni 80 bo'lsin. Mana shunday qilib belgilayman hamda qaysi tomonga chizishni ko'rsataman. Ana shunday qilib komandная stroka bizlarga sub opsiyalar bilan ham ishlashga juda qo'l keladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, sub opsiyalarni nafaqat komandная strokadan, balki mishkaning kontekstni menyusidan ham ko'rish mumkin. Misol uchun, yana o'shanday to'g'ri to'rtburchakni tanlayman hamda hozir to'g'ri to'rtburchakni chizmasdan turib yoki mana bu yerdan faskani tanlasam bo'ladi yoki mishkaning o'ng tugmasini bosib, ana shu sub opsiyalar mana bu yerda paydo bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, faskadan shirinagacha. Bu yerda ham xuddi shunday. Faskani bosaman, 5 hamda nuqtaga tanlayman. Yana bir bor sub opsiyalar menga paydo bo'ldi. Ploshiddan pavorotgacha. Bu yerda ham xuddi shunday. Shuni aytishim kerak, sizga qaysi qulayroq bo'lsa, shuni ishlatishingiz mumkin albatta. Mana bunday tarzda. Bularni o'chiramiz. Bundan tashqari, komandная stroka obyektlarni yoki sloylarni chaqirish uchun ham xizmat qiladi. Hozirda menda ikkita sloy bor. Misol uchun, men hozir 0 da turibman. Def pointsga o'tishim uchun yana bitta sloy sozdать qilishim kerak. Sloy 1. Buni yopamiz. Hamda sloy 1 deb yozsak agar, mana bunda ismi chiqadi. Uni ustiga bossak agar, biz sloy 1 ga o'tamiz.
Lekin bu uncha qulay deb hisoblamayman. Faqat shu yerni o'zidan ham almashtirish mumkin. Bundan tashqari bu yerdan bloklarni chaqirish oson. Misol uchun sizda ko'plab blok paydo bo'lgan chertojingizda shu yerdan bironta blokni ismini yozib chaqirish ancha qulaylik tug'diradi. Hozir bloklarni o'tmayapmiz, lekin bittasini ko'rsatib, bajarib ko'rsataman sizga. Misol uchun oyna bo'la qolsin, bu aniq emas. Shunchaki ko'rsatish uchun. Mana blogimiz tayyor bo'ldi. Endi boshqa joyda shu blokni qo'yish uchun, misol uchun OK bossam komandniy strokaga OK1 hamda blogimizni o'zi chiqadi. Hamda uni qo'yish imkoniyati paydo bo'ladi menda. Mana shunday tarzda. Bundan tashqari komandniy strokani boshqa bir nastroykalari bor. Ularni ham ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda birinchisi eng oxirgi komandalar ko'rsatiladi. Ulardan ham tanlashingiz mumkin. Buni ham boshqa alternativa yo'li bor. Uni ham mishkani o'ng tugmasini bosib, ikkinchi qatordan последний вводda oxirgi komandalarni ko'rishingiz mumkin. Keyingisi bu mana bunday kalitcha bor. Kalitchani bosish orqali komandniy strokani o'tkazuvchanlik, ya'ni prozrachностьni ko'rishimiz mumkin. Xiraroq yoki aniq va tiniq ko'rinishi uchun mana bunday holga keltirishimiz ham mumkin. 70 turgani yaxshi, o'zining holati. Hamda okey. Keyingisi bu stroka jurnali. Buni o'tgan darslarda ko'rib o'tgandik. Bittasini qoldirgan edik. Hozir ham bitta bo'lib turibdi. Parametr poiska ana shu bu yerga yozganimizda qanaqa narsalarni qidirishni bizlardan so'rayapti. Bloklar, sloylar, shtrixovka, razmer hamda boshqa vizual stillar bor. Bu tomondan avtozavershение, bular hammasi shunday turgani ma'qul, faqat mana bunga e'tibor berishingizni so'rardim. Har bir komandalar qancha ko'p ishlatsangiz, shuncha tepaga qarab ko'tariladi. Buni siz alfavit bo'yicha qilishingiz ham mumkin, lekin pachastda turgani afzalroq. Faqatgina mana bu время задержкini kamroq qilsak, foydasi bo'ladi. Hozir boyagini ko'rsatib o'taman. Misol uchun penni bossak agar переход hozir ko'rib turganingizdek eng oxirda, oxir emas, bundan ham pastroqda boshqalari bor. Lekin hozirda ancha pastroqda turibdi. Endi yana bir bo'lib переходni tanlaymiz. Hozir ko'rib turganingizdek переход birinchi o'ringa chiqib oldi. Bironta komandani qancha ko'p ishlatsangiz, u shuncha tepaga qarab chiqadi. Bundan tashqari komandniy strokani joyini ham o'zgartirishingiz mumkin. Uni olib tepaga yoki mana bunday tarzda zakrepiz qilib qo'yishingiz ham mumkin. Lekin buni uncha maslahat bermagan bo'lardim, chunki bu katta joyni oladi hamda ekraningizni ko'p qismini yopib qo'yadi. Mana shunday turgani afzal deb hisoblayman. Bundan tashqari F2 tugmasini bosgan paytingizda komandniy strokaning qilib o'tilgan, bajarilgan amallarni ko'rishingiz mumkin. Ctrl 9 orqali komandniy strokani yopib qo'yish imkoniyatimiz ham bor. Mana bunday so'raydi. Da deymiz. Endi komandniy stroka yo'q, uni qaytadan olib kelish uchun Ctrl 9 ni yana bir bor bosish kifoya qiladi. Komandniy strokani yopib qo'yishni maslahat bermagan bo'lardim, chunki ish davomida u bilan ishlash muhim vazifani bajaradi. Buguncha shular. E'tiboringiz uchun rahmat.